Sizlar bilan bugun men Elbrus yana katta uxlab olayotgan chuvinda endi ko'rasan. Sharqdan menga qilaman. Televizor ko'ramiz. Yaxshi. O'chirib qo'yamiz endi narx qo'y. Yo'q. Mana shunda ham kechmi? 5 dan 20 ta. Ketdik. Mashina kutib. Azizim, siz uylarni tozalab qo'ying, boring. Siz yaxshisiz-ku, boring dedim. Boring. Yaxshi. Xo'sh. Men ketdim. Nima bu yerdan chiqib olmaydi? Bu yerda garaj bor-ku. Nima qo'ygan? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Xo'sh. Buni saqlash kerak edi. O'tlar bizni uyimizda qarangizlar. Bu kattaligini bunda katta uyda yasash 4 minutdan ko'p o'rinlarga ketadi. Shuning uchun menimcha ekranimda uxlayman. Maza. Yaxshi. Sen o'rdagi yo'qol. Hech kim meni bezovta qilmadi. Tuvaltimi bu? Bo'ldi. Katta televizor ko'raman. Yo'q. Nima? Qanday ega? Yomg'ir o'chmay ekan? Nima uchun? O'chib qo'ymoqchiman.